Пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldiki. Папочка, привет, как дела? Ой, нафоткалась. Ой, тетя Nancy что прогуляй вас, я вчера. Ой. Ana, Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Yer, o'ttak. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshni mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Стилист такой. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday krasivaya qilaman, adam bugun ovqatdilar. Men yurayim ko'tarmaydimmi? Urib o'ldiraman hozir. Ay, to'xtang. Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jiyli qilgan. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan, sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib o'tiribdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Foyu sizdan aylanmay, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi. Soling. Hamsiya, berish qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'lar nasib etsa. Mayli Hamsiya, yadamoy. Mayli, paka. Chiroyda u yagona